Bilasiz, Nazir To'raqulov bizga juda ham yaqin odam. O'sha qozoq millatiga mansub. Qo'qonda tug'ilgan. Qo'qon kommersantlar o'quv bilim yurtini 14-16-yillar bitirgan bu kishi. Keyin Plexanov nomidagi Moskva iqtisod universitetida o'qigan sovetlar davrida. Nihoyatda yirik olim, mana shu kishi. Nazir To'raqulov juda ham ajoyib inson bo'lganlar, nihoyatda bilimli odam bo'lgan. 9 ta tilni bilgan ekan G'ayratxo'ja. 9 ta tilni, nemis, ingliz, fransuz, arab, musulmonlar. Mana haqiqiy musulmon, haqiqiy ilm egasi. Bu islom ilmi, hamma ilmlarni bilgan bu odam. Lekin bu kishi ham endi o'sha Fazlullo Xo'jayevga o'xshab, bu kishilar ham baribir kommunistlarga aldanganda boshida. Endi shularni bir xaloskor, ya'ni bir mehnat xalqqa bir yaxshilik nima olib keladi deb o'ylagan, lekin adashgan albatta bu odamlar. 20-yil Turkiston kompartiyasining kotibi ham bo'lgan ekan. Tasavvur qiling, o'zimizda Turkiston Ishtiriyokun gazetasining o'sha bosh redaktori bo'lgan. Yana bitta nimasi, bu kishidan xuddi Alloh rozi bo'lsin, Qurbon hayitini 3 kun dam olishga erishgan bu odam. Stalin bilan o'sha talashib bo'lsa ham, o'sha Kreml bilan qo'rqmasdan olishib bo'lsa ham, o'sha Qurbon hayitini 3 kun dam olish sifatida ajzaligi qiladi. Baribir ruxsat oladi o'sha kommunistlardan. Keyin bu kishini 1927-yil Saudiya Arabistoniga polpret, ya'ni siyosiy vakil qilib, Sovet ittifoqining siyosiy vakili sifatida jo'natishadi. Arablar bilan shu darajada kirishib ketadi bu odam. Dahshatda G'ayratxo'ja. Arablar shunaqa yaxshi ko'rib qolgan ekan bu odamni, o'sha Nazir To'raqulovni. Hatto nima deydi, Saudiya Arabistoni qiroli bu odamni nima deydi, meni eng katta do'stim. Eng katta do'stim deb atagan. Qarang, bu kishini keyinchalik chaqirib olibdi Sovet ittifoqi. Bu kishini ham qatag'on qilib 37-yil 15-iyul kuni otib o'ldirishadi. Stalin. Shunda Saudiya Arabistoni qiroli nima degan ekan? Boshqa vakil jo'natadi-da Stalin. Menga Nazirdan boshqa hech qanaqa vakil kerak emas. Agar Nazirni qaytarib bermasalaring, Sovet ittifoqi bilan butun aloqalarni uzaman. Va rostdan ham Saudiya Arabistoni SSR bilan diplomatik aloqalarni uzib tashlaydi.